Hurmatli yurtdoshlar, qaranglar. Videoni o'tirparmi oxiridan ko'ringlar. Bu da muhim ma'lumot. Kimda kim yangi ish boshlashak olib turib, ya arendaga yoki bo'lmasa bir normal yer topmay turgan bo'lsangizlar, bu istoriyam sizlar uchun. Qaranglar, hurmatli obunachilarimiz, men idora ichiga keldim. Bu yerda kuzovni tex, motoris, elektrik xizmati, xullas hamma xizmati bor, servis, avtoservis. Bu yerda ijara beriladigan 7 boks bor ekan, hurmatli obunachilarimiz. Kimda kim ijaraya joy qidirib yurgan bo'lsa, bu istoriyani shuna jo'natib qo'yasizlar. Yuqorida tak birinchisi bilyardni zal bo'lgan ekan, yuqori qismi hozirda remont olib turibdi. Bu esa Agorosni zal, ya'ni fitness klub bo'lib olinki, bu ham remontda, hozirlikda ta'minlash ishlari olib borib turibdi. Hurmatli obunachilar, bu anda esa ayollarimiz fitness zali uchun tuzatilgan ekan shu yuqori. Zindan chiqasa yuqori qismi. Ve tayyor. Beram ijaraga beriladi. Hurmatli obunachilarimiz, bu istoriyamni yaqinroq do'stlarimizga jo'natib qo'yinglar ko'proq. Bu yerda elektrik xizmati, motoris, kuzovni tex, sammoyamba, hurmatli obunachilarimiz, shu idora ichiga girasizlar, avtoservis, hamma xizmatingiz bitar ekan. Bu yerga geçeysizlar. Bu yerda esa Agorskiy bog'chasi bor. Hurmatli yurtdoshlarimiz, ko'rishingiz mumkin. Agorskiy giraverishda endi manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsam sizlarga, Xanqa avtobazini katta ko'pchilik biladi. Avtobazni o'tgandan keyin Shit ko'cha bor. Shit ko'chadan girasizlar, 500 metrdan chap qo'l aylanasizlar, shunda joylashgan hurmatli yurtdoshlarimiz. Giraverishingizni mo'ysam kutib oladi. Bu yerda texlaba avtoservis xizmatlari bor. Bu istoriyamni ko'proq tanish bo'lishlari jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolasa 2-3 kunda remontlar, ta'minlash ishlari bitgandan keyin ko'rsatib chiqaraman buni batafsil. Bu istoriyani ko'proq tanish bo'lishlari jo'natib qo'yasizlar.